Artikellarni yodlashda haliyam qiynalaysizmi? Ushbu videoni 3 marta ko'rib chiqing va ularni eslab qoling. Artikellar nemis tilining yuragi hisoblanadi. Nemis tilida aniq va noaniq artikellar mavjud va ularning kazusi turlanishi har xil. Artikellarimiz ushbu kazuslar ketma-ketligida: nominativ, genitiv, dativ, akkuzativ. Maskulin, muskorat. Aniq artikel: der, des, dem, den. Siz faqat aniq artikelni yodlab qo'ysangiz bo'ldi. Chunki noaniq artikelni shundan kelib chiqib topsangiz bo'ladi. Aniq artikelni yodlash orqali noaniq artikelni ham topish mumkin. Nominativ der, noaniq artikelimiz ein. Genitiv des demak, ein qo'shimchasiga s qo'shimchasi qo'shiladi. Eines. Dativ dem, artikel einen. Akkuzativ den, noaniq artikel einen. Demak, aniq artikel bilan noaniq artikellarimizni oxirgi qo'shimchalari bir xil. Demak, siz eslab qolishingiz kerak: der, des, dem, den. Shundan kelib chiqib ein, eines, einem, einen mavzusidan topishingiz mumkin. Keyingisi Neuton, srednyi rod. Aniq artikel: das, des, dem, das. Noaniq artikellar xuddi boyagiday ein, eines, einem, ein. Keyingisi feminin, женский rod. Aniq artikel: die, der, die. Noaniq artikellar oxirgi qo'shimchalarni qo'shamiz: eine, einer, einer, eine. Plural: die, der, den, die. Va plural bu ko'plik hisoblanib, ko'plikda noaniq artikel mavjud emas.